Bugun Samarqand O'zbekistonning eng yirik va jadal rivojlanayotgan turizm markazlaridan biri sifatida xalqaro maydonda mustahkam o'rin egallagan. Shaharga tashrif buyurayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlar soni yil sayin ortib bormoqda. Yangi mehmonxonalar, zamonaviy infratuzilma va madaniy maskanlar esa ushbu jarayonni yanada jadallashtirmoqda. Eng muhimi, Samarqand turizmni rivojlantirish borasida tarixiy meros va milliy qadriyatlarni asosiy tayanch omil sifatida namoyon etmoqda. Aynan shu jihat shaharni boshqa yo'nalishlardan ajratib turadi. Bu yerda turizm tarixiy obidalar bilan cheklanib qolmaydi. Sayyoh Samarqandga kelib, nafaqat me'moriy yodgorliklarni tomosha qiladi, balki milliy hunarmandchilik namunalari orqali xalqning yashash tarzi, didi va ma'naviy olami bilan ham yaqindan tanishadi. Shu bois Samarqand bugun nafaqat tarixiy shahar, balki tirik madaniy makon sifatida ham e'tirof etilmoqda. Bu yerda hunarmandchilik turizmning ajralmas qismi sifatida shakllangan va iqtisodiy hamda madaniy taraqqiyotga xizmat qilmoqda. Samarqand qadimdan Sharqning eng yirik madaniy markazlaridan biri sifatida tanilgan. U Buyuk Ipak yo'lining muhim chorrahasida joylashgani bois asrlar davomida turli xalqlar va sivilizatsiyalarni bog'lab kelgan. Bugun ham shahar ana shu tarixiy mavqeini saqlab qolgan holda zamonaviy turizm markaziga aylanish yo'lida izchil qadam tashlamoqda. Shaharning yuragi bo'lgan Registon maydoni, Ulug'vor Shohi Zinda majmuasi, betakror me'moriy yechimga ega Amir Temur maqbarasi kabi obidalar sayyohlarni o'ziga maftun etadi. Ushbu yodgorliklar nafaqat tarixiy qadriyat, balki milliy g'urur timsolidir. Aynan mana shu obidalar fonida rivojlanayotgan hunarmandchilik esa sayyohlar taassurotlarini yanada boyitadi. Davlatimiz rahbari tomonidan turizm va milliy hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlari yaratish hamda mahalliy ustalarni rag'batlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlar bu sohaning istiqbolini belgilab bermoqda. Bugungi kunda Samarqandda hunarmandchilik an'analarini saqlab qolish va rivojlantirishda muhim o'rin tutayotgan maskanlardan biri Hunarmandlar uyushmasi tasarrufidagi Samarqand Hunarmandlar markazidir. Ushbu markaz nafaqat mohir ustalar faoliyat yuritadigan ijodiy makon, balki milliy hunarmandchilik namunalari keng jamoatchilikka namoyish etuvchi, sayyohlarni qadimiy san'at bilan tanishtiruvchi muhim madaniy maskan hisoblanadi. Samarqand shahrining markaziy hududlaridan birida joylashgan ushbu maskanda turli yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan ustalar o'z hunar sirlarini namoyish etib kelmoqda. Bu yerda kulolchilik, yog'och o'ymakorligi, zargarlik, kashtachilik, teriga ishlov berish, miniatyura san'ati kabi ko'plab amaliy san'at turlari bilan shug'ullanuvchi ustaxonalar mavjud. Markaz hududida hunarmandlar o'z mahsulotlarini nafaqat tayyorlaydi, balki ularni namoyish etish va sotish imkoniga ham ega. Men mana shu Samarqand shahridagi hunarmandlar markaziga 15 yil bo'ldi kelganimga. 15 yildan beri yog'och o'ymakorligi sohasida ishlayman. Yog'och o'ymakorligida biz asosan turistlar uchun suvenirlar tayyorlaymiz. Har xilcha tarelka, lavhlar, shkatulkalar tayyorlaymiz. Tayyorlagan mahsulotlarimizni turistlar qiziq sotib oladi, qiziqishlari katta. Turizm oqimi ham yaxshi Samarqandga. Keyin davlat tomonidan ko'rgazmalar, har xil festivallar uyushtiriladi. Festivallarga chiqamiz. Faol qatnashib kelamiz ularga ham. Misol uchun bizlar har bitta aytgan detalimizni bizlar ishni boshlashdan oldin yog'ochni ajratishdan boshlaymiz. Yog'och sifatiga, razmeriga qarab tarelka yoki bir lavhalar tayyorlaymiz. Bular o'rtacha 3-4 kun vaqt oladi. Tayyor bo'lguncha ketgan vaqtimiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu tayyor taxtamiz, olingan taxtaga naqsh chizishdan boshlaymiz. U naqshni bizlar hozir texnologiyalar yordamida shu yog'och buyumlarga tushirib olamiz. Qolgani asosiy shu jarayonda davom etib boradi. Tayyor bo'lgan mahsulotlarimizni shu Samarqand shahridagi tarixiy obidalarga, siyob bozorlariga, qolgan hunarmandchilik do'konlariga tarqatamiz. Hozir bizning do'konimizda o'rtacha hisobda 100 dan ziyod o'zimiz qo'lda tayyorlagan tayyor mahsulotlarimiz bor. Mana shu mart oyida boshlanadigan turizm mavsumida bu yasagan buyumlarimiz turistlar tomonidan xarid qilinadi. Qiziqishlari katta. Bundan tashqari bizni Samarqand shahriga tashrif buyurgan turistlarimiz o'zlarini qiziqqan yo'nalish bo'yicha hunarmandlar markazida usta hunarmandlar tomonidan master klasslar tashkil qilingan. Shu master klasslarda o'zlari xohlagan yo'nalishni tanlab bir kundan 2 kungacha bo'lgan vaqt davomida o'rganib ketishlari mumkin.
Samarqand shahriga keladigan turistlarimiz mana tur firmalar tomonidan yuboriladi bu yerga. Kelgan turistlarimiz o'ziga ma'qul bo'lgan hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha, milliy hunarmandchiligimiz bo'yicha o'zlariga yoqqan yo'nalishni tanlaydi. Tanlagan yo'nalishi bo'yicha bir kundan 2 kungacha bo'lgan vaqt davomida shu sohani o'rganadi, qiziqishlari katta. Keyin oxirida o'zlari shu tugatgan ishlarini o'zlari bilan olib ketadi esdalik uchun Samarqand nomidan. Naqsh turlarimiz bor. Bu naqshlarda siz o'zingiz aytgandek kitobda yo boshqa joyda berilmaydi bu narsalar. Xayoliy fantaziya usulida o'zingiz tayyorlab chizib olasiz. O'simliklar, gullardan olinadi. Bizlarda ham shogirdlar bor. Endi yangi shogirdlarimiz asosan yozgi ta'tilda, maktabdan ta'til bergan vaqtda 3 oy davomida keladi. Ish o'rganishga, vaqtini yaxshi o'tkazish uchun. Qolgan paytlari o'z maktabda o'qishlari bilan band bo'ladi. Bo'sh vaqtlari kelib turadi o'rganishga. Bugungi kunda shu yoshlarimiz orasida ham hunarmandchilikka qiziqish katta. Bitta masalan yog'och o'ymakorligi emas, balki boshqa yo'nalishga, kulolchilik, mis o'ymakorligi, qizlarimiz masalan kashtachilik, dizaynerlik sohalariga o'rganishga keladi. Qiziqishlari bor, ma'lum miqdorda. Biz mahsulotlarimizni eksport ham qilamiz. Asosan katta-katta eshik, chorpoya buyumlarini bizlar chet davlatlarga ham yuborib turamiz. Shu yil hisobidan biz Amerikani Viskonsin shtatiga, keyin Nyu-York shahriga 3 dona buyurtma olganmiz, eshik. Shuni shu oy yakuniga qadar tugatib, nasib qilsa yuboramiz. Bugungi kunga kelib mana shu yog'och o'ymakorlik sohasiga qiziqish ortib bormoqda. Bundan tashqari mana Samarqand shahrida yoki boshqa bir viloyatlarimizda quriladigan yangi bir shahar loyihalarida ham yog'och o'ymakorligi keng ko'lamda ishlatilmoqda. Bu yog'och o'ymakorligida eshiklar, ustunlar o'rnatilib boryapti. Bu nafaqat turizmga ham ta'sir qiladi, ya'ni bizning milliyligimizni ko'rsatib beradi. Shu sababdan yog'och o'ymakorligining ham alohida bir o'rni bor. Hunarmandchilik xalqimizning asrlar davomida shakllangan ma'naviy merosidir. Unda ajdodlarimizning turmush tarzi, estetik qarashlari va hayot falsafasi mujassamdir. Yog'och o'ymakorligi Samarqand maktabining eng yorqin yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ustalar yog'och va chinor kabi mustahkam yog'ochlarga islomiy hamda naqshlarni o'yib, oddiy buyumni san'at asariga aylantiradilar. Bunday bezaklar qadim masjid va madrasalarning ustunlarida ham keng qo'llanilgan. Turizm va hunarmandchilik o'rtasidagi bog'liqlik tabiiy va uzvidir. Turizm yangi bozorlarni ochadi, hunarmandchilik esa sayyohlik jozibasini oshiradi. Agar tarixiy obidalar shaharning tashqi qiyofasini belgilasa, hunarmandchilik uning ichki ruhini namoyon etadi. Shahrimizga tashrif buyurgan mehmon yog'och o'ymakorligi bilan bezatilgan eshikni ko'rib, mislagan yuzidagi nozik naqshlarni kuzatib yoki atlasga tikilgan kashta gullarni tomosha qilib, bu xalqning didi va tafakkuri qanchalik yuksak ekanini his etadi. Shu tariqa hunarmandchilik nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki mamlakatning ijobiy imijini shakllantiradi. Hunarmandlar markazining yana bir muhim jihati shundaki, bu yer sayyohlar uchun ham o'ziga xos madaniy maskan hisoblanadi. Mehmonlar ustalarning ish jarayonini bevosita kuzatishlari, milliy san'at namunalari qanday yaratilishini ko'rishlari mumkin. Ayrim ustaxonalar esa sayyohlar uchun maxsus amaliy mashg'ulotlar, master-klasslar tashkil etib, hunarmandchilik sirlarini o'rgatish imkonini ham yaratadi. Bu esa mehmonlarga o'zbek milliy san'ati bilan yanada yaqindan tanishish imkonini beradi. Markaz hududida ishlab chiqarilayotgan buyumlar milliy naqshlari, tabiiy materiallardan foydalanishi hamda qo'l mehnati bilan yaratilishi bilan ajralib turadi. Ayniqsa yog'och o'ymakorligi buyumlari, naqshli sopol idishlar, mis o'ymakorligi mahsulotlari, kashta bilan bezatilgan suvenirlar sayyohlar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Bunday buyumlar nafaqat esdalik sovg'asi sifatida qadrlanadi, balki xalqimizning boy madaniy merosini aks ettiruvchi san'at asari sifatida ham baholanadi. 1週間くらい前に私はウズベキスタンに日本から遊びに来ました。 Taxminan bir hafta avval men Yaponiyadan O'zbekistonga sayohat qilish uchun keldim. Endi esa bu yerda iyun oyigacha ishlashni rejalashtiryapman. Hozir men kashtachilik sirlarini o'rganyapman, lekin bu men uchun ancha murakkab. Yaponiyada bunday kashtachilik an'analari deyarli uchramaydi. Shuning uchun bu men uchun juda yangi va hayratlanarli tajriba bo'ldi. Ustozimiz esa kashtani nihoyatda mahorat bilan tikadi. Ularning qo'l harakatlarini kuzatishning o'zi ham zavqli. Bu jarayon nafaqat qiziqarli, balki juda ilhomlantiradi. Kashtachilik haqida ko'p narsalarni bilib oldim. Masalan, hududlarga qarab naqshlar o'zgaradi. Yana bir qiziq tomoni shundaki, kashtalarda tasvirlangan o'simliklar ham o'ziga xos ma'noga ega ekan. Shu jihati menga ayniqsa juda qiziq tuyuldi.
O'zbekistonga kelganimda meni eng avvalo hayratga solgan narsa bu yerning taomlari bo'ldi. Palov ham, shashlik ham juda mazali. Umuman olganda, barcha taomlar nihoyatda lazzatli. Garchi Yaponiya bilan O'zbekiston bir-biridan uzoqda joylashgan bo'lsa ham, menimcha bu taomlar yaponlarning didiga ham juda mos keladi. Yana bir unutilmas taassurotim Samarqand shahri. Menimcha u nihoyatda go'zal shahar. Shahar juda tinch va xavfsiz. Atrofda ko'plab masjidlar va madrasalar bor. Ayniqsa moviy rang bilan bezatilgan ulkan masjid va madrasalarni ko'rganimda juda hayratda qoldim. Ularning go'zalligi qalbimda chuqur iz qoldirdi. Yurtimizning boshqa hududlarida ham bu soha o'ziga xos uslub va an'analar asosida rivojlangan. Masalan, Buxoro zardozlik va kashtachilik maktabi bilan mashhur bo'lib, oltin va kumush iplar bilan tikilgan nafis bezaklar o'zining hashamdorligi bilan ajralib turadi. Xiva esa yog'och o'ymakorligi va ganchkorlik an'analari bilan nom qozongan. Xivadagi eshik va ustunlardagi o'ymalar o'zining chuqur va murakkab naqshlari bilan diqqatga sazovor. Rishton kulolchilik maktabi esa moviy rang ustuvorligi bilan tanilgan bo'lib, u yerda tayyorlanadigan sopol buyumlar xalqaro ko'rgazmalarda ham e'tirof etilmoqda. Qo'qon va Marg'ilon atlas va adras to'qimachiligi bilan mashhur bo'lib, ipak matolarning nafisligi butun dunyoda qadrlanadi. Shu tariqa har bir hudud o'zining betakror hunar maktabiga ega. Samarqand esa ana shu boy an'analarni birlashtirgan, turizm oqimi bilan yanada ravnaq topayotgan markaz sifatida ajralib turadi. Shuningdek, markazda kashtachilik yo'nalishi ham mavjud. Kashtachilik markazning eng diqqatga sazovor yo'nalishlaridan biridir. Atlas, adras va baxmal kabi milliy matolarga rang-barang ipak iplar bilan tikilgan naqshlar nafaqat bezak vazifasini bajaradi, balki xalqimizning tarixiy tasavvurlari va ramziy qarashlarini ham ifodalaydi. Har bir gul, anor yoki bodom tasviri baraka, omad va farovonlik timsoli sifatida qadrlanadi. Kulolchilik va sopol buyumlar san'ati esa kashtachilik bilan uyg'unlikda milliy hunarmandchilikning nafisligini namoyish etadi. Loydan tayyorlangan sopol idishlar tabiiy ranglar va geometrik bezaklar bilan bezatiladi. Ular sharqona uyg'unlik va estetikani aks ettiradi. Mislagan va choynaklardagi nozik naqshlar ustalarning yuksak mahoratini ochib beradi va har bir buyum san'at asari sifatida alohida o'rin egallaydi. Yog'och o'ymakorligi markazidagi yana bir yo'nalish bo'lib, yong'oq, tut va zarang kabi mustahkam yog'ochlar ustalar tomonidan murakkab geometrik va o'simliksimon naqshlar bilan bezatiladi. Har bir detal tabiat go'zalligi va uyg'unlikni ifodalaydi. Shuningdek, qadimiy hunar sirlarini avlodlarga yetkazadi. Shu bilan birga markaz yosh avlodni hunar o'rganishga jalb etishda ham muhim vazifani bajaradi. Tajribali ustalar ustoz-shogird an'anasi asosida yosh hunarmandlarga kasb sirlarini o'rgatib, qadimiy san'atning davomiyligini ta'minlamoqdalar. Bu jarayon markazning barcha hunar yo'nalishlarini bir-biriga bog'lab, milliy hunarmandchilik maktabining uzviy davom etishini ta'minlaydi. Bugun Samarqand hunarmandlar markazi nafaqat hunarmandlar ijod qiladigan maskan, balki milliy san'atimizning jonli namoyishchisi sifatida e'tirof etilmoqda. Kashtachilik, kulolchilik, mis va yog'och o'ymakorligi hamda miniatyura san'ati bir-birini to'ldirgan holda har bir mehmon uchun milliy hunarmandchilik boyligini va nafisligini his qilish imkonini yaratmoqda. Men Ochilov Olimjon, rassomchilik bilan 11 yoshimdan beri shug'ullanaman. Bu kasb menga otamdan o'tgan. Otam bilan birgalikda rasm chizamiz. Umuman olganda biz ishlarimizga milliyligimizni, urf-odatlarimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Masalan, mashhur tarixiy shaxslardan Bobur, Ulug'bek, Amir Temur, Bibixonim va har xil shaxslar. Buning sababi shundaki, biz xorijdan kelayotgan mehmonlarga o'zimizning milliyligimizni ko'rsatishga harakat qilamiz, chunki ular bunga juda ham qiziqishadi. Hozirda men anor rasmi chizyapman va bu yerda anor daraxti tasviri ramz etgan. Umuman olganda biz nafaqat qog'ozda, balki mana bunaqa qutichalarga ham shunaqa rasmni chizamiz. Mana masalan bundan tashqari biz mana bu yerda Buyuk Ipak yo'lini tasvirlaganmiz. Buyuk Ipak yo'li savdo-iqtisodiyoti ramzini tushirganmiz. Umuman olganda ikkita kraskadan foydalanamiz, akvarel va tempera kraskalaridan. Chunki bu kraskalar shunaqa mayda nozik ishlarni chizishga juda ham foydali. Biz yog'ochga ham, qog'ozga ham shunaqa ikki xil ranglardan foydalanamiz. Undan tashqari biz nafaqat kelayotgan turistlarga, balki o'z ishimizni ko'rsatamiz, balki ayrim paytlar ko'rgazmalar ham tashkil etib turamiz va bu odamlarga juda ham manzur keladi. Men hozircha o'qimoqchiman va bundan keyin
shu san'atni asosiy o'rganib undan keyin shu san'at bo'yicha faoliyatimni davom ettirmoqchiman. Bilamizki, hozirgi zamonda boshqa sohalar ham rivojlanib boryapti va shu o'rinda san'at sohasi ham ancha rivojlanib bormoqda. Har bir sohani o'zini alohida jihatlari bo'lgani kabi bizning ham o'zimizni rassomchiligimizni alohida jihatlari mavjud. Rang tasvir orqali biz ma'lum bir jihatlarni, qaysidir shaxslarni va tarixiy va hozirgi davrlardagi jihatlarni aks ettiramiz. Bugungi Samarqand nafaqat o'zining boy tarixiy merosi bilan, balki turizm salohiyati bilan dunyo e'tiborini tortmoqda. Shahar obidalarini bezab turgan nafis naqshlar qadimiy tariximizni, ranglarning boyligi milliy qadriyatlarimizni, ularni jonlantirayotgan hunarmandlar ijodi esa shahar madaniy merosining jonli timsolini ifodalaydi. Kashtachilik, kulolchilik, mis va yog'och o'ymakorligi hamda miniatyura san'ati bir-birini to'ldirgan holda milliy san'atimizning uzluksizligini ta'minlaydi va uni butun dunyoga tanitadi. Shu uyg'unlik sayyohlar uchun shaharni jozibador qiladi. Qadimiy obidalarni tomosha qilish bilan birga ular milliy hunarmandchilikning nozik sirlarini ham yaqindan his etadi. Har bir sopol idish, har bir kashta naqshi yoki yog'och va mis buyumlardagi bezaklar shahar madaniy hayotining ajralmas qismiga aylangan. Bundan tashqari, markazdagi ustoz-shogird an'anasi yosh avlodni hunar o'rganishga jalb etib, qadimiy san'atning davomiyligini ta'minlaydi. Shu tarzda tarix va zamonaviylik uyg'unlashgan maskan nafaqat sayyohlar uchun, balki ichki turizm va milliy madaniyatni rivojlantirish yo'lida ham muhim rol o'ynamoqda. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning turizm darvozasi sifatida dunyoga keng ochilgan. Bu darvozaning naqshlari tarixdan, ranglari milliy qadriyatlardan, jozibasi esa hunarmandlar qo'l mehnatidan yaralmoqda. Va aynan mana shu uyg'unlik Samarqandni nafaqat tarixiy shahar, balki zamonaviy turizm markazi sifatida ham yanada tanitmoqda.